Bu oddiy kuzatuv kamerasi emas. Bu sun'iy intellekt bilan ishlaydigan yangi avlod xavfsizlik tizimi. Hikvision 1047G3H nafaqat tasvirni yozadi, balki vaziyatni tahlil ham qiladi. Tun endi oq-qora emas. ColorView texnologiyasi tufayli kamera kechasi ham rangli va jonli tasvir beradi. Har bir detal tabiiy ranglarda saqlanadi. Shovqinli tasvir endi o'tmishda qoldi. Hik AI sun'iy intellekti tasvirni real vaqtda tozalaydi, tiniqligini oshiradi va eng mayda detallarni ham aniq ko'rsatadi. Daraxt yaproqlari yoki hayvonlar sizni endi bezovta qilmaydi. Motion detection faqat odam va transport vositalarini aniqlab, yolg'on ogohlantirishlarni keskin kamaytiradi. Har bir vaziyat uchun alohida rejim. Infraqizil tungi ko'rish, oq LED yoritish yoki aqlli smart hybrid light. Kamera yorug'likni o'zi boshqaradi va har doim eng yaxshi natijani beradi. Yomg'ir, qor yoki chang. Bu kamera uchun farqi yo'q. IP67 himoyasi tufayli u eng og'ir ob-havo sharoitlarida ham ishonchli ishlashda davom etadi. ColorView, Hik AI, Smart Hybrid Light, Motion Detection va IP67. Bularning barchasi bitta kamerada jamlangan. Bu shunchaki kamera emas. Bu yangi avlod xavfsizlik texnologiyasi. Xavfsizlikni kelajak darajasiga olib chiqing. Hikvision 1047G3H haqida batafsil ma'lumot olish yoki buyurtma berish uchun biz bilan bog'laning. Ishonchli himoya bugundan boshlanadi.